Diqqat, ta'ziya. Taniqli teleboshlovchi va aktyor Botirxon Imomxo'jayev oilasida og'ir judolik. Bugun katta yo'qotish bo'ldi. Oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya izhor etamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, siz ham o'z ta'ziyangizni yo'llamoqchi bo'lsangiz, videorolik ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Mirzo teatri a'zosi Nikolonning nabirasi deya e'tirof etilgan qiziqchi, Mirzo teatri aktyori, taniqli teleboshlovchi va aktyor, bolaligidan san'atga qiziqqan Botirxon Imomxo'jayev afsuski bugun og'ir judolikka uchradi. Bugun 7-iyun kuni aktyorning akasi Baxtiyor Imomxo'jayev olamdan o'tdi. Bu haqida Botirxon Imomxo'jayev o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali ma'lum qildi. Kanalimiz nomidan aktyorning oila a'zolari va yaqinlariga hamda o'ziga Allohdan go'zal sabr tilab qolamiz.